to'ylarni hammadan ham oy qizlari xush ko'rarmish. Bitta qiz erga tegsa 40 ta qiz tush ko'rarmish. To'y hovlida kuytinib, so'nganida olovlar 40 suluvni yig'latib ketar ekan kuyovlar. Singillarim yig'lamang, yig'lasangiz xafaman. Yurtni kezib sizlarga o'zim qiyo topaman. Oq tilaklar bor bo'lsin, omon bo'lsin umidlar, izingizga zor bo'lsin. Mana bizdek yigitlar avvalambor assalomu alaykum deymiz. Bugun uzoq yaqindan qishlog'i shahardan Alisherovlar xonadoniga tashrif aylagan aziz davradoshlar, davramaz qatnashchilari mana bugun qaraki sevgi saltanatining sultoni Alisherjon muhabbat mulkining malikasi bo'lgan Surayyoxonlarning bugun sevinch, baxt, shodiyonalari biz demoqchimizki, kelin-kuyovlarimizga sizlarni hayotlaring arg'imchoqdek uzun, rizqlaring nondek butun bo'lsin deymiz. Sizlarga laylu majlar quvalab yetmagan farhod she'rlar peshonasiga bitmagan buyuk muhabbat, baxt tilaymiz. Kelin-kuyovlar baxtli bo'lasizlar. Albatta baxt o'rindiqlarini band etishlaringizga izn beramiz. Albatta bugun uzoq yaqindan qishlog'i shahardan to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar qutlug' bo'lsin deya qadam ranjida qilgan qadrli insonlarimiz, aziz mehmonlarimizga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasanot deymiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. Albatta to'y egalariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Ba'zida haqiqat, ba'zan armonsan. O'zi armon eding, yana armonsan. Orzularga cho'milganda xayollar, qiynog'ingni bas qil endi muhabbat. Albatta bugun Serqiyoz Surxondaryomiz san'atiga san'at qo'shib kelayotgan san'atkorlarimiz Bahodir aka Sattorov boshchiligida bugun bir guruh sog'inch guruhi san'atkorlarimiz davramaz markazida, albatta Behruzjon ukamiz boshchiligidagi sahna bezakchilari va chiroq ustalari va yoki tilsimli bu hayot mulkidan osuda suhbat tomosha aylasang nelardan so'ylar. O'shal bu video tasvirchimiz Umidjon tushirgan video tasvirli surat har bir soniya, har bir daqiqalarni video kasseta lentalariga bir umrga esda qolar ravishda muhrlab olayotgan video tasvirchi do'stlarimizga, san'atkor akalarimizga ijodiy barkamollik tilaymiz. Qolaversa Surxon vohasini, Denov vohasini ajoyib savoz hofizalardan albatta bugun Farida hayot davramaz sahnasida san'atkorlarimizga ijodiy barkamollik to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Bundan ko'pmas bir necha yil ilgari yuragimda yashar edi zo'r pari. Men ham oshiq edim Alisher singari. Sevgim tomon tashlaganda qadamlar, kambag'al deb qiz bermagan odamlar. Nega baxtni alishtirdik boylikka? Qora qozon qaynamasmish oylikka. Bizni tashlab zulmat degan soylikka, she'r yozishga majbur qilgan sanamlar, kambag'al deb qiz bermagan odamlar. Ochilibdi muhabbatning bozori, bir tomoni orzularning mozori, qurib ketsin o'sha bevafoning ozori. Ortga qaytib kelmas endi odamlar, kambag'al deb qiz bermagan odamlar. Borishganda qiz uyiga qullikka, omad kulib boqmadi men sho'rlikka. Qaysiga chidaydi bu xo'rlikka, sovchilikdan yig'lab qaytgan onamlar, kambag'al deb qiz bermagan odamlar. San'atkorlarimiz davramaz markazida kelin-kuyovlarimizga baxt tilaymiz. O'tirib olasizlar kelin-kuyovlar. Marhamat san'atkorlar.